Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. 2025-yilda beton kuyish xizmati qanchadan bo'lyapti? Narxini yoritib beramiz. Ko'rib turibsiz, ustakalarimiz yana bitta xonadonni boshlashdi betonni kuyishida. Xo'sh, hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati Rishton tumanidan bo'lyapti. Agarda betonni kuyish, ya'ni sifatli beton kuyish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, Vodiy Toshkent bo'yicha aloqaga chiqib olasizlar. Akalarimiz faqat mana shu ish bilan shug'ullanadi. Shu ishda mutaxassis ekan. Qani bo'lmasa narxni yoritib berishni boshladik. Qadrdonlar, betonda kuyilgan sifatini ko'rib turibsizlar. Xo'sh, bu yerda bitta, ikkita, uchta xona mana bu уже zaborini kuyishyapti. Hozir eng katta ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustaga hormang. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Rahmat. Charchamay olyapsizlar, o'zingizlarda qiynalmay. Rahmat. Xudo xolasa uchtaga kuyib bo'libsizlar, Ha, xudo xolasa. Bu zabormi bu yer? Bu zabor. Zabor kuyishyapti ekan. Xo'sh, endi o'zingiz chiroyli qilib narx-navosini yoritib berasiz ustaga. Endi obunachilarimizga Rishtondan bo'lsa 40 ming. Ha. Shu eni 40, balandligi 60 gacha 40 ming. 40 ming so'm. Undan 1 metr ha? Ha, yo'q. O'sha bitta palapga. Bitta palapga. 60 balandligi. Ne o'shani 1 metrmi demoqchiman? Uzunasi 1 metr. Ha, 40 ming so'm. 40 ming so'm. Rishtonga o'ziga. O'ziga, ha. Boshqa joylarga oshadi. Kelishiladi. Ha, kelishiladi. Kelishiladi. Tushunarli. Ustaga endi masalan Toshkentdan aloqaga chiqib qolsa-chi? Toshkentda o'zi ko'proq Toshkentda ish qilamiz akaxon. Toshkentda o'sha el narxi ag'dog'i qancha bo'lsa, o'sha narxdan qo'yib beraveramiz aka. Ha, endi qancha bo'lishi mumkin? Qanchadan qanchagacha bo'lishi mumkin? Toshkentda endi 70 mingdan boshlanadi-da. Ha, 1 metr 70 ming so'mdan boshlanadi. qarab, Ha. ketilaveradi. Ketilaveradi u yog'i. Katta kichikligiga qarab. Tushunarli. Endi ustaga bu tayyorgarlik podishka ko'ylash xizmati bor-ku. Ularni qanchadan ko'ylaysizlar? U teva past bir xil yuraveradi bizda. Yo'q, ko'ylashini o'zi ham alohida narxmi? Yo'q. Shu hozir bu 70 ming bo'lsa Toshkentda, past ham 70 ming bo'ladi. Shu 40, 60 ga 30 bo'lsa. Ha. Значит, o'sha 60 ga 30, masalan, ko'ylashi bilan o'sha kuyib berishi 70 ming so'm. 70 ming so'm, ha. 70 ming so'mdan. Xo'sh, endi ustaga masalan, haligi karkas to'qish bor-ku. Ularni qanchadan to'qiladi? Karkas to'qish metri 15 mingdan Toshkentda. Metr 15 ming so'm. Rishtonda 10 ming. 10 mingdan to'qib ber. Farqi yo'q, 4 talik, 4 talik yoki 3 talik. Farq, ikkalasi ham bir xil, 10 ming so'mdan to'qishib o'zlari o'sha alohida kuyishib berishaveradi ekan. Ustaga necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz? Men 15 yil bo'ldi aka. 15 yildan beri mana shu ishda haqiqiy mutaxassis ekanda. Gap yo'q. Xo'sh, ustaga endi masalan 15 yillik tajriba bo'ladigan bo'lsa, uncha proyektlarda ham chiqarib, ha, buncha chizib, beton sohasiga tushunamiz. beton sohasiga akalarimiz tushunishar ekan. Nimalar o'zlarida komplekt bormi? Apalovka, betonomeshalka? O'zimizda bor. Apalovka 30 metr uzuni. Ha. 2 tuyga bemalol yetadi. 2 tuyga bemalol yetadi. Undan tashqari o'sha arava, betonomeshalka hamma yo'q bor. Uyda kelsa shu faqat masalliq. Ozuqat tayyorlab bersa, ana xudo xolasa ishlarga javob ekan ustakalarimiz aloqaga chiqarsa. Ustaka endi masalan bundan tashqari stashka kuyishlar bor. Ha, stashka qanchadan berasizlar bir kvadratini? Qayerda narxini aytasiz? Birinchi Rishtonda narxini ayting, keyin Toshkent narxini ayting. Ha. Rishtonda 25 ming kvadrati. Ha. Endi boshqa joylarda kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Zasipkasi ichida bo'ladimi? Zasipkasi ichida. Zasipkasi ichida. Katta kichikligiga qarab turib, katta kichikligiga qarab zasipkasi ichida bo'ladi ekan. Xo'sh, bu yerda shag'alni qanchadan olib berdi aka, xabaringiz bormi? Metan to'kin. Kamazmi shopir? Ha. Shopir 700 mingga to'k. 700 mingga shag'al to'kibdi. Ha. Semenni qanaqasini ishlatyapsizlar? Yasin. Hozirgi kunda eng yaxshisi qaysisi chiqyapti? Hozir Yasin ishlatyapmiz. Yasin yaxshi. Yasin yaxshi. Eskida u ishonarli. Ha, ishonarli sement. Yasin yaxshi ekan. Ustaga endi masalan hozir bu shag'alda kuyilyapti. Keyin hali shibini olib kelib beradi. Qaysi birda sifatli, baquvvat bo'lib chiqadi aka? O'sha metpisoyda baquvvat chiqadi. Iloji boricha o'sha metpisoyga olib kelaverish kerak aka, shag'alga nisbatan. Bunda loyiqasi bo'ladi-da baribir. Ha. Loyiqasi bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, ustakali ichiga eski beton metallar tashlashib yoradi-yu. Ularda foydasi bormi yo ziyoni bormi? Endi uni betoniga qarash kerak. Baquvvat endi sho'r yo'q bo'lsa, tashlasa ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q. Ya'ni sho'r beton bo'lsa, tashlasa ziyoni bor. Ziyoni bor. Tushunarli. Xo'sh, endi mana bu 3 ta uyga qancha ketganini aytib bera olasizmi? Nimasini? Nima qancha shag'al ketdi, qancha sement ketdi? Hozir 10 tonna ketyapti o'pshi. O'pshi. Qayergacha kuyasizlar buni? Dakasi shetda tugaydi. Mana shu yerda tugaydi. Mana shu zabor netda hojatxona tugaydi. 10 tonna sement ketyapti. 10 tonna. Ha. Shag'alchi. Shag'al bitta yevroda ketdi, keyin ikkita kichkina KAMAZda ketdi. Ya'ni 3 ta ketyapti. Ha. 3 ta KAMAZ. Bez bloga.
Nimasiga? Bez bloga ketyapti. Bez bloga nima degani? Tosh tashilgan yo'q. Ha, faqat mana shu. Rastvorda o'zi faqat. Ha, ha. Faqat rastvorda o'zi. Ya'ni 10 tonna sement. Avlaz aka, qo'yib qo'yib. bundan Qadrdonlar, Alloh qodir qilgancha ma'lumot berdik. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ustakamizning nomerlari ekranda bo'ladi. Bemalol nimalar boshqami? mana ko'rib turibsizlar, 3 ta xona. Plus u tomondagi o'sha 6 metrcha fundament quyilgan o'sha zaborga, keyin bu tomonda mana zabor quyilgan. Tagi o'sha poddushka plus tepasida fundament o'zi. Alloh qodir qilgancha ma'lumot berdik. Ekranda ustakalarimiz nomerlari bo'ladi. Bitta like bossa shunaqangi uy quraman, beton quyaman degan akalarimizga jo'natib qo'ysalaring juda ham xursand bo'lib qolamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Rastorda bu yerda tayyorlashib beton mishalkada. Erevada borishib akalarimiz quyishyapti.